Ke bolam. Mana sizlarga yangiligim Robishkaxon kelyaptilar. Assalomu alaykum. Ke bolam. Sen hammalari so'rab yotishibdi bolajonim. Ertangi konsertingga omad tilashyapti. Rahmat. So'rashding-a? Robiyaxon nechinchi yil? Aytib ber bolam, nechinchi yilsan? Men 2008-yil. 2008-yil 30-martda tug'ilgan. Har yili 30-mart kelishidan oldin, bir oy oldin 1-martdan boshlaydi. S dнём рождения меня. Eslatib beraman har doim. Eslatib yuradi, lekin baxtga qarshi 4 yildan beri tug'ilgan kuni Hindistonda o'tadi. Ana kuni ham Izraelda bo'lmaydimi bu? Yo'q. Izraelga taklif qilishgan konsertga, u Izraeldagi hindlarda endi taklif qilishdi. Robiya voy dod, faqat tug'ilgan kunimda shu yerda bo'lib qolmaylik, uyda bo'lay deb. Yana martda oxirisida deb yuragini siqishadi. Uyda bo'laylik deb qoldi. Qani ko'ramiz. Qayda bo'lsa ham chiroyli o'tsa bo'ldimi bolam? Tug'ilgan kun emas, hamma kuning o'zi bayram bo'lib o'tishi kerak bolajonim. Uyda zo'rda. Savolim bor sizga. Bolam 2,5 yoshda gapirmaydi. Nima qilsam bo'ladi? Bolam 2,5 yoshda gapirmaydi. Nima qilsam bo'ladi? Endi uni yaxshilab ko'rib ayta olishim mumkin-da. Hech qanaqa so'z, hech qanaqa bir ovoz chiqarmaydimi yoki ba'zi bir gaplarni bilmaydimi? Ko'proq gaplashish kerak. Uni eng avvalo anaqa nervpatolog doktorga ko'rsatishingiz kerak-da. Baribir tekshiruvlardan o'tib, unga qarab bir nima deyish mumkin. Lekin vaqtida boyaginaqa ag'ulagan bo'lsa, bir gaplaringizga tushunsa, u bilan ko'proq o'yin o'ynab, ko'proq gaplashib, gapirtirib borsangiz bo'ladi. Salom Robiya, o'zbek tuzikmisiz debdi. Tuzik. Zo'r. Opajon, yaxshimisizlar? Iltimos, voy o'tib ketyapti. Xo'p, bularni o'qib o'tirsak baribir anaqa bo'ladi-da. Robiya bolam, hozir oxirgi paytda trend bo'lgan o'sha muxlislar uchun-da seni bekorga kutishmaydi-ku. Sendan qo'shiq kutishadi, to'g'rimi? O'sha yakxanda kune gul aytib bersang yaxshi bo'lardi. To'g'rimi? Voy, yakxanda kune gul, yakxanda kune gul, yakxanda kune gul, labi xandona tasadqa, ey g'unchada xanzir, ey dandona tasadqa. Yakxanda kune gul, yakxanda kune gul, yakxanda kune gul, labi xandona tasadqa, ey g'unchada xanzir, ey dandona tasadqa. Yakxanda kune gul. Jonim, jonim bolam, ovozingdan o'zim o'rgilay, jonim bolam. Shunaqa podrastkoviy qizlari bor, onalar juda ko'p savol berishadi. Qizlarimizni qano bunaqa qilishyapti, bunaqa qilishyapti, ko'p uxlashyapti. Endi bu yoshda ko'p uxlash tabiiy hol bo'ladi. Gormonal o'zgarishlar. Albatta meni ham qo'ygan joylarim bor. Tur bolam, tur deb. Ko'p uxlaydi bu yoshda. Hamma anaqa podrastkoviy yigitlar, qizlar o'tib ketadi hammasi. Kimnikidir 18 yoshda o'tib ketadi, kimlarnikidir 20, 22 yoshgacha davom etishi mumkin. Assalomu alaykum. O'ziga topgansiz, nima degan? O'zingiz topganmisiz yoki o'g'illaringiz topganmi? Endi nima? Kelin olaman, maslahat bering degan. Shunaqa kelin olishda meni omadim, bizni oilamizni omadi chopganki, katta kelinimlarni o'sha Namangandan qaynonamlar, ovsinimlar topishgan. Yaxshi qiz, buvisinikida katta bo'lgan. Bizda acha deydi buvisini, achasi katta qilgan qiz deb bizga tavsiya berishgan. O'g'lim ko'rishib, gaplashib, yoqtirib
anaqa rozi bo'lgan, bo'ladi ayajon, yaxshi qiz ekan degan, bular bir 3-4 oy gaplashib ko'rishgan bir-birlari bilan. Qaynonamlar bilan ovsinim topishgan. Kichkinasini bo'lsa, mana Gulmiraxonni o'zimizda mana shu Havas san'at maktabida dizaynerlikda 6 oy o'qidi. U paytda Dostonbek Hindistonda edi. Keyin shu 6 oy ichida men qarab yurib yoqtirdim. Nechta qizlar kelib ketsa ham ichidan baribir kuzatib yursangiz bilasiz-ku qanaqaligini qizlarni o'shanda 6 oy davomida kuzatib, mana shu qizni Dostonbekka olamiz, Shahnoz nima desam bo'lamiz desam, aya zo'r qiz, urushsam ham jim turadi, rosa og'ir vazmin, tarbiyali qiz deganda, keyin shuni Dostonbekka ko'rsatib buni olganmiz. Endi qanaqa holatda tanlasanglar ham kelinni insofini o'ziga bersin. Yaxshi kelinlar uchrasin hammanglarga. Robiya qizimga ertagalik nimasiga, Buxorodagi konsertiga omadli tilab qolinglar, duolar qilinglar. Sizlar ham kelinglar. Ha, shunday taklif qilmay aytdim rosa. Katta bo'lardi. Buxoro shahri yoshlar ijodiyot saroyida bo'ladi. Buxoroliklar kutib qolamiz sizlarni. Yakhanda kune gul deb eting debdi. Yakhanda kune Ana shuni Zo'rtubiga borganda ham rosa so'rashdi, bu bo'lsa aytib bermadi. Nima deymiz endi? Uyalibdi. Uyalaman deydi. Men aytaman, uyalsang keyin zo'r san'atkor chiqish qiyin bo'lam. Dadil bo'lib aytish kerak. Nima? Assalomu alaykum. Voy, o'tib ketyapti. Qalaysiz opa? Assalomu alaykum, yaxshimiz? Rosa o'tib ketyapti. Buxoroda men sizlarni juda yaxshi ko'raman. Muncha qizlaringiz yaxshi, ayniqsa Shahnozaxon. Meni ham bitta qizim bor. Shahnozaxonda chaqqon qiz bo'lsin. Ilohim, hammanglar niyatlaringizga yetinglar. Sizday ona bo'lgim keladi, sizday qaynona bo'lgim keladi. Farzandlarim sizni farzandlaringizga o'xshasin deganlarga aytamanki, eng haligi oilada og'irchilikni, qiyinchilikni yelkasiga olsangiz agar, mana ona bo'lib, ota bo'lib, o'shanda oilangiz gullaydi, yashnaydi, tinch, xotirjam bo'ladi, xudo xolasa. Robiya, qanaqa shampun ishlatasiz? Aytib bering. Sochingiz juda ham chiroyli bo'lgan. Pantin degan. Voy, ishonsanglar, mana shu yerda to'g'risini aytib o'tay. To'g'risida bolajonlarimcha hech qachon mana bunaqa shampun olib bering, mana bunaqa balzam yoki mana shuni kerak menga deyishgan emas. Adalari bozorlik qilishga ketayotganlarida shampun, balzam, to'g'rimi Robiya deb yozib yoramiz. O'zlari bilib olib keladi. Lekin o'sha qadimdan bizni adas ikkalamizni o'sha 93-94-yildan beri ishlatadigan shampunimiz shu Pantin. U paytda dizayni boshqa edi, hozir boshqacha bo'lgan, zo'r lekin shampun. Ko'z tegmasin, Namangandan Yakhanda kune gul aytishyapti yana. Havas qiladigan oilasizlar, ko'z tegmasin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ertaga konsertga kelinglar. Ertaga konsertga boringlar. 15-aprelda bo'lsa, Samarqand. Yo'q, Samarqandning chislosini bilmadim. Ayta olmadim. Samarqandda ham konsert bor. Ni ham aytib o'tamiz. 15-aprelda Farg'onaning Quvada nima degan O'raboshi degan to'yxona bor ekan. Shu to'yxonada ham ovqatlanib, ham konsert ko'radigan bir tadbir bo'lyapti. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yana ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Yaxshi gaplaringlar, shirin tilaklaringlar bo'lsa, mani kanalimdagi, Havas guruhi kanalimizdagi qaysinisiga bo'lsa ham tilaklaringlarni, izohlaringlarni yozib qoldiringlar, so'rab qolaman. Ichingizda qolib ketmasin. Xayr hammaga. Sog' bo'ling.